Diqqat aholiga tezkor xabar. Mamlakatga dahshatli issiq jazirama ob-havo kirib kelmoqda. Fuqarolar tezda tayyor turing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, havo harorati 40 darajagacha ko'tariladi. O'zbekistonda 6 va 8 may kunlari mamlakatimizga issiq va quruq ob-havo kirib kelmoqda. Qizilqum cho'llarida havo harorati 40 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Hafta boshlaridan va dam olish kunlari mintaqada yana kuchli jala hodisalari bo'lishi, ayrim hududlarda esa suv bosishi, sel hodisalari kuzatilishi mumkin. Mutaxassislar may oyining 10 kunligi yog'ingarchiliklarga boy biroz salqin o'tishini, 10 kunligida esa ehtimoliy quruq va issiq kunlar ko'p bo'lishini ochiqcha aytib ishonmoqda. Ob-havo o'zgarishlariga tayyor turing va o'zingizni asrang, deyiladi xabarda.